Voy joningdan sani. Rang ko'r, hol so'r mana aziz mehmonlar. Go'shimizning ahvolini ko'ryapsizlarmi? Nuqul bizda mana shunaqa mesniy go'shli bo'ladi-da, mana sifat bo'ladi. Buni rangini ko'rgan odam o'zi bilyapti buni. Sifatligini go'shimizning. Bu bizning somsamizga ishlatiladigan go'sht. Mana men paylar olib tashab, bizda bilasizlar, hash degan taomimiz bor. Paylari hashga ketadi. Mana sifat joyi o'sha dietitskiy hozirgi mana trendga chiqayotgan, talab ko'p bo'layotgan somsamizga mana shunaqa chiroyli go'shtli ishlatamiz. Ko'ngilli to'q qilib ko'rasizlar mana. Obki, taligan obki, mana buni qara. Ey azizlar, mana buni qara bu. Rostakasi buni ichida charvisi yo'q, mana bitta bir akini sizlarga ko'rsataman. Sho'rvasini ko'ryapsizlarmi buni? Buni ana yaxshi ovqatni maza qilib ko'rib yeydigan, lekin yeyolmaydigan birodarlar bor, charva somsa mumkin emas. O'shalarga jo'natib qo'yinglar manzilda. Daryoda dietitskiy somsa bor. İçinde 1 gram charvisi yo'q. Xamirda 100 talik javob beramiz, margarin yo'q. Hammasi pokiza, halol go'shtlar, mesniy, o'zlarigniki mana. Tinmayapti. Duoinglarda eslab qo'ysanglar bo'ldi, zo'r hammasi. Inshaalloh manzur kelyapti. Yeganlar maza qilyapti, duoda qo'yamiz. Boringlarga shukr, kelinglar. Kepay uniga bo'lyapti, kepay uniga. Yo bor go'sht bor, somsalar bor, zakat somsalar.